Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni Umidli Koris tili loyihasining navbatdagi video darsligida ko'rib turganimdan xursandman. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'ling va videoga like bosib qo'ying. Bugun biz hurmat darajasidagi buyruq berishni o'rganamiz, ya'ni SEO grammatikasi, SEO qo'shimchasini o'rganamiz. Endi biz videoni boshlaymiz. Xo'p. SEO grammatikasi koris tilida hurmat bilan buyruq, iltimos yoki taklif qilish uchun ishlatiladi. Grammatika o'zbek tiliga "ing" degan ma'noni beradi. Bu qo'shimcha fe'l va sifat negiziga qo'shilib, suhbatdoshga nisbatan hurmatni ifodalaydi. Ya'ni fe'l va sifat negizi deganda kada bormoq, dani olib tashlaymiz, kani o'zi qoladi. Ya'ni kani o'zi bu negiz hisoblanadi. O'sha dani olib tashlaganimizda fe'l oxiri undosh bilan tugasa SEO, fe'l oxiri unli bilan tugasa SEO qo'shiladi. Xo'p, ko'ramiz bu namunalarda. Osiyo, ya'ni Osiyo, keling. Kasiyo, ya'ni boring bo'ldi. Tilsiyo, yeng, tilsiyo, yeng. Posiyo, ko'ring. Navbatdagi ilgisiyo, ilgisiyo, o'qing. Anjisiyo, anjisiyo, o'tiring. Hasiyo, gaplashing. Silsiyo, yozing bo'ladi. Hop, ilsiyo so'roq shaklida ham savol bersa bo'ladi. Savol shakli qilish uchun savol ohangida gapirishimiz kerak bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Yoki anjisiyo, misol uchun sizni tinglovchiga nisbatan ham emotsiyada, ham ohangda bildirishingiz kerak. Yoki anjisiyo, bu yerga o'tirasizmi? Yoki anjisiyo, suhbatdosh, ne anjisiyo, ne kamsamnida deb aytadi sizga nisbatan. Yoki anjisiyo, o'tirasizmi? Suhbatdosh, ne anjisiyo, kamsamnida deydi. Xo'p, bu yerda "Motsiyo", misol uchun savol ohangini berish uchun oxirini cho'zibroq aytishingiz kerak. "Motsiyo, nima yeysiz? Nima yeysiz?" "Ode kasiyo, qayerga ketyapsiz?" Savol shaklida. "Mohasiyo, mohasiyo, nima qilasiz?" "Kofe machisiyo, kofe ichasizmi?" Bu yerda buyruqni ko'rsak, "Anjisiyo", yoki "Anjisiyo, o'tiring", "Anjisiyo, o'tiring", ya'ni savol shaklida "Anjisiyo", yoki "Anjisiyo", yoki "Anjisiyo, o'tirasizmi?" savol shakli bilan. Buyruq shaklida shunchaki "Anjisiyo", savol shaklida oxirini misol cho'zibroq aytamiz. Xo'p, namunalar bor. Hanguk dramalar 자주 보았어요? Koreys seriallarini tez-tez ko'rasizmi? Ikkinchisi, 한국어 공부를 매일 하세요? Koreys tilini har kuni o'qing. Va bu yerda sizga mashq berilgan, berilgan gaplarni koreyscha tarjima qilib yozing, grammatikalarni qo'llab. Bu yerda eshikni yoping. Bu yerda 4 ta o'zbekcha matn berilgan, sodda matnlar. Bu matnlarni koreyscha tarjima qilib yozishingiz kerak bo'ladi, o'sha grammatikalarni joy-joyiga qo'yib. Va darsimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu grammatika sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'ling va keyingi video darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.